hozirgi savolingizga qo'y o'tga bo'kmaydi. Ko'chadan mollarni haydab kelasak, sirtidan ko'tarilmaguncha hayvonni qaytarib olib kelmadir. Hozir mashina o'zi tayyorlagansiz. Endi hozir kechqurunga yorma berasizmi? 2 mahal beriladi yorma? Bu o'tni yegancha yeydi. Bu kech payti ozroq qoladi-ku, misol. Qolsa mana mishalkamiz bor, mishalkaga tashlaymiz, somon tashlaymiz 2 qop. Bir paqir kelib yetsa, yana omiqdayim. Buni yana aylanib yurib yeyishaveradi. Tashqarida o'tlayotganda jicha parazitlar ko'proq bo'ladi. Bir oyda bir ichak qurti. Bir oy 2 oyda shuni aytmoqchi edim. Bir oyda bir ichak qurti, jigar qurtiga dorini zo'r qilib 30 kunda erinmasdan, ertamatanda 20 grammdan ichak qurtiga ichirib turing-da. Hurmatli chorvadorlar, hozir bir ajoyib suhbatga kelganmiz. Bir Zohid aka bilan o'zi bir boshqa bir masalalarda suhbat qilgan edik. Buxorodan chorvadorlar yangi nasl qo'ylarga qiziqib kelishgan ekan. Shuni bir ustida chiqib oldik. Yangi bir suhbatimizni sizlarga baham ko'rdik. Xudo xolasa obuna bo'layotganlarga rahmat katta. Obuna bo'lmayotganlar bizni kuzatishda davom etib obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlar berib olamiz. Salomat bo'ling. Albatta chorva boqing, chorvada baraka bor. Keyin hozirgi savolingizga qo'y o'tga bo'kmaydi. Yegancha solib qo'yish kerak oxiriga. Faqat quruq o't berilishi kerak-a? Ha, quruq o't solib qo'ysangiz, misol yegancha yeydi, qoni sirtidan chiqib, bizni yoshligimizda Azizbek chorva hayvon vaqib kelardi-da. Endi onamlar ko'chadan mollarni haydab kelasak, sirtidan ko'tarilmaguncha hayvonni qaytarib olib kelmadirdi. U degani, hali suvagidan ko'tarilib, qoni chiqmaguncha qaytarib olib kelmadirdi. Hali biz yoshlikda 1 soat aylantirib tursak, olib kelib qarab qamab qo'yardik. Yo'q, sirtidan chiqmaguncha. Demak, sigir mol boqsak, qonni chiqmaguncha sirtidan chiqmaguncha qaytarib baqish kerak. Uyga qaytish yo'q edi. Ha? Shunaqada endi hammamizdan hayvon boqib katta bo'lganmizda. Bir ikkita obunachilar, "Sen ham hayvon boqqanmisan?" deb mana nimaga, men shuni ichida tug'ilganman. Yo'q, hammamiz ham shu hayvonda, bizni qonimizda bor-ku hayvonga qiziqish. To'g'risida. Ha? Ha, birarga ayol bola bo'lardi, shunaqa odamlar ichida hamma to'planib olib chiqsa, ne qarab turib, futbol o'ynab turib, qonni chiqmabdi, uydagilar so'ka deb turib, borib suvni ichirib haydardi-da. O'shaga o'zi kuzga borib turib, mollarning, qo'ylarning rezultati bilinib qolardi. O'sha kim yaxshi boqdi, kim yaxshi boqmadi deb turib. To'ppa biz ham daladan olib kelyapti, sirtidan chiqib ketdi molimizdir deydi. Haligi. Shuncha o'tga ham razi to'ydirsangiz, qonni ikkita yoqqa ichaklari ham kengayib, ichaklari kengayib, yoppalab tursa, ana hayvon ichida semiradi. Hozir mashina o'zi tayyorlagansiz. Endi hozir kechqurunga yorma berasizmi? 2 mahal beriladi yorma? Ha, yorma. Yo'q, hozir biz bu misol bola olib turadigan qo'ylarimiz. Bu o'tni yegancha yeydi. Bu kech payti ozroq qoladi-ku, misol. Qolsa mana mishalkamiz bor, mishalkaga tashlaymiz, somon tashlaymiz 2 qop. Bir paqir kelib yetsa, yana omiqdayim. Buni yana aylanib yurib yeyishaveradi. Oxir hammasi yegizamiz. Yorma bilan boqilmaydi. Yo'q, faqat kepak qonni to'g'rilab tursa bu bola olayotgan qo'ylarni semirtirib yuborish keragi yo'q-da. Bola to'g'risida o'zini xotida sportivniy qo'y deydi, haligi turish kerak. Arg'am emas, semiz ham emas. Mana bularni olib ketsak o'zi, misol, olib ketsak, keyin ko'k bizada ko'p-ku, yana o'sgan o'zi. Shakar zo'r-ku, qani endi? Ha, zo'r-ku. Endi bizda to'g'risi Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Misol bizda bog'dorchilik ko'p mana. Bu yoqqa chiqsak ham bog'dor. Endi u kimdir nimasini biz qo'ylarimizni deb turib, u bog'larga kirgizib yuborishimiz kerak yo'q-da. To'g'risida bir tashqariga olib chiqaradigan sharoitimiz yo'q. Sizlarda kenglik, Buxoro, Navoiy, etlari yaylov zo'r. Siz bitta narsaga ahamiyat bering. Siz tashqarida o'tlayotganda jicha parazitlar ko'proq bo'ladi. Bir oyda bir ichak qurti. Bir oy 2 oyda shuni aytmoqchi edim. Bir oyda bir ichak qurti, jigar qurtiga dorini zo'r qilib 30 kunda erinmasdan, ertamatanda 20 grammdan ichak qurtiga ichirib turing-da. Qo'ylaringiz mana shu zo'r yaltillab, zo'r semiradi. Keyin yana bitta narsa, обязательно birazot degan kasallikka ko'kka chiqqandan keyin doimiy vaksina qildirib turing. Yuragiga suv to'planib o'tadi, o'z vitamin. Bir yillik marta qilinadi. Qilib turasiz uni. Shu bilan bo'ldi bu qoida. Ortiqcha nima qilmaysiz? Ichak qurti, jigar qurti, birazot misol kasalliklarga qarab tursangiz, u anaqa yuqumli kasalliklar xudo xolasa yo'q. Misolda siz ehtiyot qilib baxtsiz bo'laveradi endi. Vaqt ko'p qo'yib
ko'p qo'y baqiladigan joyga olib bormaysiz, o'zingizni hududingiz bor-ku baribir. Shunaqa qilib baqib tursangiz bo'ldi.